Biorevitalizatsiya muolajasini qilishni boshladik. Bismillah. Protsedura достаточно og'riqsiz. Agar обезболиваниeni normalni ushlasak va tip koja, ya'ni bularni holatlariga qaysi aynan sostav tushadi va bularni kelgan zaproslariga qaysi bizani biorevitalizantimiz yaxshi yordam beradi. Shuni to'g'ri tanlab olsak, muolaja deyarli og'riqsiz o'tadi va natija уже birinchi применениyadan boshlab bo'ladi. Biorevitalizatsiya bizga nima beradi? Kollagen stimulyatorlardan oldin, fillerlardan oldin, yuzinglarni qanaqandir hajmga to'ldirishdan oldin birinchi bosqichda qilinadigan minimum baza hisoblanadi. Ya'ni yuzinglarni to'yintirmasdan, yuzinglarni makro mikro elementlarini to'yintirmasdan turib, hech qanday kollagen stimulyatorlar ishlamaydi. Hech qanday mikro iголочный TRFlar ishlamaydi. Shuning uchun minimum bazada biz biorevitalizantni 3 marta kurs bilan olamiz va bu nima beradi yuzimizga? Ugridan qolgan izlar, mayda ajinlar va yuzdagi charchoqlik hissini bittada ketkazadi va yuzimiz bitta protsedurani o'zidayoq taranglashadi, yaltirab qoladi. Shuning uchun biorevitalizatsiyani har 6 oyda kurs bilan barcha opa-singillarimizga 25 dan boshlab har bitta ayol qizimizga tavsiya qila olaman.